Aziz do'stlar, og'irligi 45 kilo keladi. Tak, 120 ga 185, qalinligi 107. Bu Xitoydan kelgan, ichi ipli. Qo'yatganda bir narsani aytaman aziz do'stlar. Mana bu dumaloq joylari bor-ku, bu o'zi aslida tagida qoladi. Mana shu palasa joyi tuyoq bosadigan joy hisoblanadi. Nimaga unaqa? Aytishingiz mumkin. Nega men bu massaj qiladi deyishingiz mumkin, yotganda. Yo'q. Bu yerda asosan siydik yo'li hisobga olinyapti. Chunki mat qo'yilganda ozgina uklon bo'ladi. Tam 0.5% bo'lishi mumkin. Shunda siygan paytida men bu ariqchalardan siydik oqib ketadi va tagi quruq turadi. Siydik qishda bo'lsa muzlashi mumkin. O'shaning uchun siydikni oqizib yuboramiz. Tak, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 875 ming bo'lyapti. Bu yerda dollarga 72-73 dollar atrofida to'g'ri kelyapti. Qimmat deyishingiz mumkin, lekin hozir kunda matlarning narxi oshgan hamma yerda. Turkiyaniki ham bor edi, qolmadi, 85 dollardan sotdik uni. Bordi, uni qalinligi 2 edi, sal boshqacharoq edi. Bu ham ipli. Aytishingiz mumkin, o'zbekskiy variant bor-ku, 650 yo. Uni razmerlari bunga savpadat qilmaydi, ya'ni to'g'ri kelmaydi. Buni razmerlari bo'lmin, yoyiq va kattaroq. Sifat jihatidan yaxshi. Ancha sotdik hozir kunda. Boyagi at ko'rinishli plashatkalar, uyda odamlar buqa boqayotganiga ham qo'ysa bo'ladi. Keyin ayniqsa sut yo'nalishidagi. Nimaga sut yo'nalishidagi ko'proq aytaman? Chunki sut yo'nalishidagi zotli mollar ko'proq tuyoqdan tez ketadi. Ozgina nozik bo'ladi. Buqalarda 14 oy boqqaningizdan keyin по-любому bo'yga ketadi. O'shaning uchun sut yo'nalishidagi zotli mollarga tavsiya qilib qolaman. Kim uyda молочный mollar bo'ladigan bo'lsa, yana qaytarib aytamanki, vazni 45 kilo ko'p ob'yemda olayotganlar maslahat beraman. Ikkita odam kelib yuklashga. Shunaqa aziz do'stlar. Video zo'rinda ma'qul bo'ladigan bo'lsa, chorvadorlarga jo'natib qo'yamiz. Obuna bo'lishdan charchamanglar, o'z fikrlaringizni izohda qoldiringlar. Manzilimiz Toshkentda va Bardanko'lda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.